Bir kun payg'ambarimiz alayhissalom ko'p gapirdilar Hadicha onamiz haqida deydilar. Hadicha bundoq edi, Hadicha bundoq edi deb gapirganlar sari ichimda bir g'alayon tilimga chiqib ketdi. Namuncha ko'p esladingiz o'sha kampirni, tishlar to'kilib ketgan, yuzlariga ajin tushgan, sochlari oqarib ketgan bir kampir edi-da, Alloh taolo sizga undan-da yaxshisini berib qo'ydi-ku. Ya'ni o'zlarini aytayaptilar. Undan yaxshiman-ku, yoshman, bokira holatda sizga tegdim, chiroyli undan o'taman deb o'zlarini maqtaganlarida payg'ambarimiz alayhisalom jim turib, Allohga qasamki, Alloh menga Hadichadan yaxshisini bergani yo'q dedilar. Mana u muhabbatki, o'sha Makka da aytgan gaplarga tasdiq. Alloh meni Hadichaning muhabbati bilan rizqlantirdi. Nimaga? Rasululloh alayhisalom javob berdilar, nimaga Hadicha onamizni yaxshi ko'rishlarini. Mana bu javob akalar bizning javobimiz bo'lishi kerak. Ayol kishi farosati bilan Hadicha onamizga tasalli beryaptimi eriga? Endi biz javobimiz ham qanaqa bo'lishi kerak? Rasululloh alayhisalom javoblaridek bo'lishi kerak.